Noldan biznes 1 million dollargacha. 3-kun ko'ramiz. Qaro ko'zim badolmayok, eleyok, aylanay. Ertalabda zo'r настроенiyada ishni boshladim. Devoldi zasipkalarini beton quyiladigan joyiga chiroyli qilib yoyib chiqib, soat 12 ga qolib qolmay yoyib tugatib yubordim. Chunki bugun juma-yu, juma ayyomilar bilan yaxshilab yuvinib, atirlar sepib, og'aynim bilan jumaga bordim. Jumani maza qilib og'aynim bilan o'qib, keyin ovqatlanishga bordik. Ovqatlarni shunaqa zo'r qilar ekan, shunaqa ham shirin ekan. Eng qiziqi, bir kasasi 25 ming so'm non choy ichida ekan. Omad muzdek kola bilan maza qildim. Xonaga kelib ishni boshladi. Menga bitta skladni ko'rsatdi, mana shu yerda dedi, zo'r qilib, pokiza qilib tozala dedi. Faqat sekinroq qil, senga ish topib bera olmayapmiz dedi. Shu gap menga shunaqa yoqib ketdi. Sekin imillab olib 6 gacha shu yerda shunaqa tozaladim. Ammo lekin akalar chinnidek qivordim. Spasiba deyishvardi o'zi ham ko'rib. Ichkarisida yana bitta eshigi bor ekan, sekin borib bitta ochsam, ammo barda ekan. Sekin yopib qo'yardim. Bugunlik kun shunaqa qilib bir pasda tugab qoldi. Zato shotimiz 400 ming so'm bo'ldi. Akalar, qadrdonlar, yomon partishga qilib qo'yapsizlar ona. Shunaqa xursand bo'lyapman. Bu ketishda boru 1 yilda emas, 1 yilga qolmay 1 million dollar qilib olsam kerak. Ona qadrdonlar, men sizlarni boru I love you.